Bu videoda ustalarga yetkazib qo'yasizlar. Chunki ustalarning sha'niga yaxshi gap gapirmadi. Yaqinda bir ayolni uyda ish qildik. Hunarmandligimizni hamma biladi. O'sha joyda ish qilib yurgan paytimizda haligi opa yonimizga keldi-da, kelib usta deydi, katta farzandim yaxshi o'qimayapti. Sizga shogird qilib beraman dedi. Yaxshi o'qimasa bizga shogird qilib berasizmi? Opa desam, ha dedi, yaxshi o'qimasa usta bo'ladi-da, deb shunaqa gap gapiryapti. Shunda opaga aytdim, opa dedim, yaxshi o'qimasa biz ham ishga olmaymiz dedim. Desam, nega olmaysizlar dedi. Yaxshi o'qimagan boladan usta chiqmaydi dedim. Desam, qiziq gapirdingiz, nima uchun buni deyapsiz dedi. Yaxshi o'qimaganlarda oldik dedim. Sal ozgina hunar o'rganadi, o'zi usta bo'lib chiqib ishini qilib yuribdi. Ustadan na duo oladi, na bir rozi rizochilik oladi. Biz 10 mingga qilayotgan ishimizni 7 ming, 6 mingga qilib bizni narxlarni ham tushiryapti. Pul tomonlama ham bizga ziyon beryapti. Biroqlarning uyida yomon ish qilib, ustalarning sha'niga ham yaxshi gap olib bermayapti bular. Ana shuning uchun dedim, o'qimaganlarni biz ham ishga olmaymiz. O'zi aslida o'qimagan odamdan usta chiqmaydi. Bu hamma ustalarni o'qimagan deb o'ylamang. Ustalarning ham o'qigani yaxshi bo'ladi. Ustachilikda hisob-kitob kerak, matematika kerak, geometriya kerak. O'qimagan odamdan hech qachon usta chiqmaydi, opa. Yaxshisi farzandingizni uning o'rniga yaxshilab o'qiting bu bolani. O'qimagandan hech qachon yaxshi usta chiqmaydi. Bu siz o'sha o'tirgan baland qavatli imoratlaringizni ham o'sha o'qimagan deb o'ylagan ustalaringiz qilgan. Desam, va uni deydi prorablar, nima? Injenerlar, arxitektorlar qilgan deyapti-da. Prorab, injener, arxitektorlarni biror marta bir paqirda loy ko'tarib, yo bo'lmasa g'ish ko'tarib yurganini ko'rganmisiz desam, yo'q dedi, ular chiroyli kiyinib yuradi. Yo'q deydi, ha to'g'ri, ular chiroyli kiyinib yuradi, g'ish ko'tarmaydi, loy ko'tarmaydi. Hammasini siz o'qimagan deb o'ylagan ustalar qiladi, opa dedim. Bunchalik ustaniga haligi past nazarda qarab, ustalarni o'qimagan deb o'ylayotgan bo'lsangiz, uyingizdan qoching dedim. O'sha o'qimaganlar qurgan hamma baland uylarni ham dedi. Desam, opa kulib qarab qo'yapti. Alloh barchamizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Ustalarga jo'natib qo'yasizlar. Ustalar unaqa o'qimaganlar emas, ustalar. Aslida eng aqlli insonlar, bular hammasi usta bo'ladi. Alloh barchamizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin.